ko'tarmaydi deb bu. Bu meni o'zining istoriyasini yozgisi keldi. A men bunga o'zim istoriyamni yozib ketdim. O'yladim, какой-то aktyor Qozog'istondan kelgan. Bizda любой odam raznovrат bilmaydi deydi. Qanday rahmat. So'z. Shu personaj uchun bugun xalq turali onday o'ylab olmaydi. Misol Alisher, men trenerim. O'zbekistonga birinchi ret keldi. Xalqi qanday kuchli, qanday жылы deydi-da. Kutib olyotir, tamoq beryapti. Men anov 4-5 odam uchun bugun xalq shunday deb o'yladim deydi-da. Tashqi solay o'ylamaydi. Xalq o'ta kerak, men yaxshi ko'raman, O'zbekistonni yaxshi ko'raman. O'zbek xalqini yaxshi ko'raman. Biz do'stmiz. O 4-5 odam uchun do'stlikdan ayrilmamiz kerak, do'st bo'lishimiz kerak. Birga соревноваться etib, jarishib damu kerakmiz biz. So'ndikdan da давайте jarishib damaylik. So'sin. Nega? Erkaklar qaydasan deyversizlar. Davay, menda aytayım. Qalay bo'ladi ekan bu? Menda sezib ko'ring. Gol qaydasan? O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erkibo'lan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yizib tashlagan bo'lishi mumkin.